Assalomu alaykum. Ustozlar, bayramlaringiz bilan tabriklaymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ustozlik kasbidan faxr topgan, ustozlik kasbidan ulug'lik kasbini egallamagan ustozlarimizdan bir og'izdan ustozlik kasblaridan nima topdingiz? Ustozlik kasbini sharafli kasb deb bilaman. Shuni o'zim ustoz bo'lganimga xursandman. Qancha yosh avlodlarga berganmiz. Ustozlik bu faxrli kasb deb bilaman. Rahmat. Ustoz. Mana ustoz bo'lganimdan faxrlanaman. O'quvchilarim ustozim desa boshim ko'taradi. Ustoz sizlar. Sharafli kasblardan biri deyman. Har doim mana shu ustozlarimiz bilan birga ishlab yurganimizdan faxrlanaman. Shunday mana o'quvchilarni yetishtirish tartib mana boshlanishga qaramasdan mana hozirgi kunda mana shu maktabda jamoada ishlayapmiz. Rahmat. Ustozlar, avvalo sizlardek tabarruk ustozlar bilan ishlayotganimiz uchun biz faxrlanamiz. Mana oliy toifani xalqaro milliy sertifikatga ega bo'lgan ustozimiz, ona tili fani o'qituvchisi Sharofova, matematika fani o'qituvchisi Mirzayeva ustozlar bilan, boshlang'ich sinf o'qituvchilari Dusnazarova bilan birga ishlayotganimizdan hammamiz xursandmiz. Sizlarga ham rahmat, sog' bo'linglar. Sizlarning bayramlaringiz bilan. Rahmat. Sog' bo'ling.